Hurmatli BSMBL kuzatuvchilar, mana shu trendda bo'lib turgan modelimiz tayyor bor. Do'konda bemalol kelishingiz mumkin. Plus sensor pulchator qo'shib qo'yganmiz. Bemalol yoqib ishlatib, pasaytirib, kuchaytirib, yarqisini o'zgartirishingiz mumkin. Tumbalari ham davchik mexanizmli, yog'och ruchka, yog'och miska qilib qo'yganmiz. Orqalarigacha aval qilganmiz. Tagiga podsvetkalarni qo'yganmiz. O'ziga juda yarashib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal turibdi. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz 260 ga 220 qilib ishlanganmiz. Polniy gazli petlalar bilan yog'och noshka qo'yganmiz, yog'och ruchka. Qora oynak bilan kombinatsiya qilingan, juda ham go'zal tushgan. Divanimiz ham, shkafimiz ham mana yon tomondan ko'rinishi ham juda go'zal turibdi. Trimimizga keladigan bo'lsak, mana trimimiz butun neobычный qilib ishlangan, podsvetkalari bor albatta. Davchik mexanizm, bularda ham yog'och ruchka. Yonlaridan ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal turibdi. Orqalari aval bo'lgani uchun juda ham chiroyli ko'rinadi. Buni bitta plus tarafini aytaman. Oyoqqa yosh bolalar o'ynaganda zarari yo'q. Xudo xolasa, birorta qirrali detalimiz yo'q. Hammasi avalni qilib ishlangan. O'zi buni ishi qiyinligini ustalar ko'rsa biladi. Mehnatga bitta baho berib, like bosib qo'yasizlar.